Xayrli kech, obunachilar, qadrli o'rtoqlar, qizlar, ukalar, akalar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi, sog'liqlar yaxshimi? Mana mushugim, mana Barsik. Shu o'rinda sizlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mushukni olishdan oldin uni sarf xarajatini ham ko'tarishga odamni kuchi yetsagina olish kerak ekanda. Ko'pchilik mushuklarni mana ko'raman, domni oldiga parodistiy mushuklarni haydab yuborishgan. Chunki bular mana mushugim, narigi mushugim biz yeyotgan ovqatni yemaydi bular. Bularga o'sha o'zlarini maxsus ko'rimini olib beramizda. Va biz yeyotgan ovqatni bular yesa, ana qorni og'rib, ichi ketib, mazasi bo'lmay yotib qoladi bular. O'shanga bularga biz alohida doktorning o'zini oldiga olib borib, medoskometrdan o'tkazib, qon topshirib, gijjaga ukollarni qildiramiz, har xil vitamin privkalarini qildiramiz. Mana bu choch tuklari to'kilishiga alohida ukollarni olib, doktordan maslahatlashgan holatda ovqat beramiz biz bularga. O'zimizdan o'zimiz ko'chadan qanaqadir ovqat sotib olib kelib, davay mana buni yeb olgin deb unaqa qilmaymiz. U yaxshi emas. Lekin ko'pchilik buni xarajatini hisobga olmaydi. Men uyda nima ovqat yesam shuni yeydi deb o'ylashar ekan. Ko'pchilik. Men ko'p mushuk boqadiganlarni kanallariga kirib ko'rib o'tiraman. Ko'p odamlar shunaqa yozadi, kommentariyalarda o'qib qolaman. Yo'q, o'sha mushuk ham sizlarning farzandinglardek gapda. Farzandinglarga qanaqa e'tibor bilan qaraysizlar? Bu mushuklarga ham shunaqa e'tibor bilan qarash kerak deb hisoblayman. Bularni biz ham masalan o'shalarning kafilligini olib anaqa qilganmiz, nima deydi, katta qilamiz deb qo'limizga olganmiz, kafilligini olib yaxshi qaraymiz debda masalan. O'shaning uchun mushuklarga e'tiborli bo'lishimiz kerakki, mushuklarni ko'pchilik oladi, ana uyda kichkinagina bolalar bo'ladi. Bog'cha yoshidagi kichkina bolalar o'shani qo'liga berib qo'yadi. Bu mushuk o'yinchoq emas. Uni g'ijimlab qiynaydi, boshqa qiladi. Internetda ko'rib qolaman, o'shani videosini qo'yishsa rosa qattiq his qilib qolaman-da. Bu mushuklarni ko'rinishdan bundaqa sakrab yurgani bilan bular ko'rinishdan momoq bo'lgani bilan mushuklarning suyagi ingichka bo'ladi. Sahal ozgina qo'pol harakat qilsangiz bularning suyagi sinib qoladi. Bularning suyagi sindi degani nogiron bo'lib qoldi degani. Ko'plar mushukni olib kirib oladi, uyga sal kasal bo'lib qolsa ko'chaga haydab yuboradi. Bu odatdan yomon-da. O'shaning uchun maslahatim iloji boricha mushuk olishdan oldin bir marta emas, bir 100 marta o'ylab keyin olish kerak deb hisoblayman. Mana vaqtida olib borasiz, masalan, uyga har oy olib bormaymiz doktorga, 2-3 oyda